Bir narsani eshitib ochig'i hayron qoldim. Hattoki boy insonlar ham toifalarga bo'linar ekan. Boy insonlar, nihoyatda boy insonlar va qo'rqinchli darajada boy insonlar. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz bu Uyma-uy loyihasining YouTube kanali va bugun biz ana shu 3-toifadagi qo'rqinchli darajadagi boy okaxonlarimiz uchun juda ham eksklyuziv loyihalarni ko'rsatish uchun maxsus Birlashgan Arab Amirliklarining aynan Dubay shahriga yetib keldik. Ortimda turgan ushbu bino Garazio Paganining eng maxsus dunyo bo'yicha birinchi loyihalardan bittasi. Tushunishingiz uchun Pagani bu dunyoning eng mashhur, noyob, eksklyuziv giper hamda sport karlarini, sport avtomobillarini ishlab chiqaradigan brend. Paganini menimcha juda ko'p insonlar yaxshi bilishadi va ana shu Garazio Paganining o'zini eksklyuziv loyihasi Dubayda bor va ortimda turgan ushbu ko'rinishi tomonlama noyob bo'lgan magnit ko'rinishidagi ushbu binoda bor yo'g'i 83 dona xonadon bor va ularni hech qaysisi bir-biriga o'xshamagan. Hammasi haqida batafsil bugun sizlarga gapirib bermoqchiman va hoziroq like, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying. Biz Dubai Business Baydamiz. Bo'lmasa ichkariga ketdik. Ushbu bino sizni nafaqat o'zining tashqi eksteryeri bilan, balki ichkariga kiradigan bo'lsangiz, unikal va o'ziga xos interyeri bilan ham sizni hayron qoldirishi aniq. Va binoga kirib kelishimiz bilan lobbini o'zidan biz Pagani elementlarini his qilishimiz mumkin. Mana misol uchun Pagani brendida ishlatiladigan, Pagani avtomobillarida ishlatiladigan ana shu mashhur karbon fiber ham bu yerning mebellarida yoki avtomobil salonlarida ishlatiladigan eng yuqori sifatdagi charm ham aynan bu yerning mebellarida ishlatilgan va aynan Pagani brendi DNKsiga mos bo'lish uchun bu yerdagi pol, bu yerdagi barcha devordagi elementlar, hattoki mana bu ajoyib DNK ko'rinishidagi lustra ham aynan Pagani ruhiyati haqida gapiradi. Ochig'i hayronman va eng qizig'i barchasi Italiyadan keltirilgan. Hali uyga kirganim yo'q, lekin hamma narsa meni hayron qoldiryapti. Misol uchun liftlarda ham aynan ana shu avtomobil salonlarida ishlatiladigan eng yuqori sifatli charm va bu yerda bironta siz bo'yalgan devorni ko'rmaysiz. Hammasi avtomobilda ishlatiladigan yoki mato, yoki charm, yoki yuqori sifatli taxta elementlarini ko'rishingiz mumkin va biz hozir 12-qavatga ko'tarildik va har bir podyezdda bor yo'g'i 5 dona xonadon bo'ladi va har bittasida o'zini axranasi, tozalikka qarovchi odamlari va umuman qilib aytganda yuqori darajadagi xavfsizlik o'rnatilgan. Endi esa videoni asosiy qismiga o'tamiz. O'rtoqlar, mana bunaqa qalin Pagani yozuvi bilan bo'lgan juda ham yuqori sifatli eshikni ochib, sizlarni 250 kvadratli 3 xonali chiroyli xonadonimizga mehmonga chaqirmoqchiman. O'rtoqlar, Garazio Pagani, aynan Pagani brendi asoschisi shaxsan o'zlari mana shu uyni interyer dizayni bilan shug'ullanganlar va uyga kirib kelishimiz bilan birinchi ko'radigan narsamiz bu Pagani avtomobilini glushitelini ko'ryapsizlar. Mana shunaqa dumaloq bo'ladi va bu yoqda siz yuqori sifatli alkantarani ko'rsangiz bo'ladi. Demak, xonadonimizga kirib kelar ekanmiz, bizani chap qo'limizda birinchi bo'lib turib mehmonlar uchun sanuzil kutib oladi. Bu yoqda qo'llarni yuvib, ehtiyojlarini qilib bo'lgandan keyin sekin mehmonlaringizni uyingizga taklif qilsangiz bo'ladi. Va mana bu xona bo'ylab o'tadigan bo'lsak, bu xizmatkorlarning xonasi. Albatta endi bunaqa darajada inson bo'lganingizdan keyin bunaqa katta uyda bitta xizmatkor, bitta yordamchi inson bo'lishi kerak. Ularni o'zlarining alohida sanuzillari va bir kishi uchun mana bunaqa chiroyli yotoqlari va o'zini panoramniy ko'ryapsizlar, oynasi ham bor. Endi esa yuringlar, asosiy zonalarni sizlarga ko'rsatishni boshlayman. Albatta, uyingizga mehmon kelgandan keyin birinchi taklif qiladigan joyingiz bu mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonaga kirishdan oldin uy bo'yicha yana bitta ma'lumotni berib ketishim kerak. Bu uyda umuman bo'yalgan devorlar yo'q. Bu yerda yuqori sifatli yog'och mahsulotlari, bu yerda juda ham yuqori sifatli aboylar, aynan Pagani avtomobillarida ishlatiladigan mato va charmlar ishlatilgan. Hattoki bu yoqda chiroqlarni o'chirib yoqish paneli ham, mana shunaqa включатель ham karbon elementlari bilan o'rtoqlar qoplangan. Demak, marmarlarga ham ahamiyat berib qo'yamiz. Bizning polimiz полностью italyanskiy marmar bilan qoplangan. Demak, uyga kirib kelar ekanmiz, bizani bu yoqda kattagina planshet kutib oladi. Aynan iPad orqali biz uyni полностью boshqarsak bo'ladi, chunki bu smart hisoblanadi va birinchi bo'lib turib xonaga kirib kelar ekanmiz, ko'zimiz aynan mana shu 6 kishilik chiroyli zonaga tushadi. Bu yoqda mehmonlaringiz bilan maroq bilan vaqt o'tkazishingiz, maza qilib chiroyli dasturxon ustida suhbatlashishingiz mumkin va
bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, biz yumshoq zonaga o'rtoqlar ko'zimiz tushadi. Bu yoqdagi art installyatsiyalar, mana bu Pagani Utopiyani modelchasi, Paganini o'zini kitoblari ham uyga haqiqatdan ham boshqacha did berib turibdi va ko'rib turgan mana shu hamma mebelinglar aynan eksklyuziv Pagani brendini o'zini mebeli hisoblanadi. Gilamidan tortib, hattoki mana shu televizorni tagida turgan podstavkasi ham aynan Pagani brendiniki va ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan yana bitta tomoni, bu yoqni ham ko'ryapsizlar, bu yoqda ham karbon elementlari ishlatilgan. Ha, endi albatta Pagani o'zining filosofiyasini, Pagani o'zining ruhiyatini kirgizish uchun avtomobilda ishlatilgan materiallardan ham foydalanishga harakat qilgan va art installyatsiya aynan Garazio Pagani o'zi juda ham art installyatsiyalarni, juda ham o'zi aynan san'atni hurmat qilgani uchun, yaxshi ko'rgani uchun bu uyda ham mana shu san'at, ijodkorona ruhiyatni uzatishga imkon qadar harakat qilgan va ko'ryapsiz, uyda temniy elementlar rosa ham ko'p va bu yerda siz haqiqatdan ham pardalarni yopib qo'yib, siz juda ham sokin, tinch va qorong'u atmosferani yaratishingiz mumkin. Endi esa navbat oshxonaga. Razdvijnoy eshiklarni ochadigan bo'lsak, biz oshxonaga o'rtoqlar kirib kelamiz va bu eshiklarni yopib qo'yib, siz oshxonani alohida ham qilib qo'yishingiz mumkin, chunki oshxonaga alohida eshik bo'ylab ham kirib kelsa bo'ladi. Demak, endi birinchi ahamiyat beradigan narsamiz bu albatta mana shu katta astrovok. Bu ham yuqori sifatli Italiyadan keltirilgan marmardan tayyorlangan, aynan zebra marmar deb ataladi va mana bu barcha ko'rayotgan idishlar hammasi mana bu kojniy mana bunaqa aksessuarlar, hamma detallar aynan Pagani tomonidan maxsus ishlab chiqarilgan va bu yerda dunyoning eng mashhur brendlarining maishiy texnikalari hammasi bitta brendniki, hammasi eng yuqori sifatli maishiy texnikalar hisoblanadi va bu yoqda hattoki mana vino uchun ham alohida o'zini chiroyli bu yoqda xolodilnikchasi bor va mebellarni mexanizmiga bitta ahamiyat bering. Shunaqa plavniy ishlashi, shunaqa spokойный, ovozsiz juda ham yoqdi menga to'g'risi va bu yoqda aynan ko'proq temniy tonlardan foydalanishgan va o'zini mana bu hattoki kofe mashinkasi ham chiroyli qilib mana bunaqa kojniy qilib ishlab qo'yishibdi to'g'risi. Wow, to'g'riman. Espresso uchun Pagani yozuvli krushkachada ertalab biznes bayga qarab boshqacha bo'lsa kerak va siz planshetni olib, planshet orqali uyni boshqarsangiz bo'ladi, boya aytib o'tganimdek, va planshet orqali kofeni ham siz kofe mashinkaga buyruq berib, espresso, kafe latte ertalab shunday bosib qo'yasiz. Siz uchun esa mashinani o'zi hammasini tayyorlab turadi. Mana shu asosiy oshxona zonamiz va oshxona zonamizga ham aynan tabiiy quyosh tushib turadi, chunki o'zining panoramli kattagina oynasi bor va endi sizlar bilan ketdik asosiy yotoq zonalariga o'tamiz. Uyimizdagi har bitta eshikda Pagani identikasini ko'rishingiz mumkin. O'zi bugun ko'p Pagani so'zini ishlatyapman, rozi bo'lasizlar va bu birinchi yotoqxonamiz. Har bitta yotoqxonaning o'zining alohida sanuzeli bor va biz hozir showroomni sizga aynan obzor qilib berayotganimiz uchun bu yerda yotoqxona yo'q. Mana shunday chiroyli interyer bilan bezatib qo'yishgan va keyinchalik o'zingizning ta'bizingizga ko'ra bu yoqqa kровать qo'yib, bemalol o'zingizni sharoitingizni yaratib olsangiz bo'ladi. Bu yotoqxonamizni o'zining alohida garderobi bor. Mana ko'ryapsizlar. Haqiqatdan lekin showroomni ham doda qilib qo'yishibdi. Shunaqa ko'zga yoqimli narsalar, aksessuarlar qo'yib qo'yishgan bahri diling ochiladi. Va o'zini alohida sanuzeli ham bor va eshik bo'ylab chiqarkanmiz biz alohida yana bitta xonani ko'rishimiz mumkin. Bu xona kir yuvish xonasi. Bu yerda xizmatkorlaringiz kiyimlaringizni parvarishlashadi, bu yerda yuvishadi va dazmollashadi. Va bu xonadan chiqishimiz bilan biz yana bitta koridorni ko'ramiz. Tabiiy holat, uyimiz katta va uyda ko'p insonlar yashashadi. Oshxonada shovqin bo'lishi mumkin yoki misol uchun mehmonxonada shovqin bo'lishi mumkin va o'zingizni shovqindan xalos qilmoqchi bo'lsangiz, sizni ham albatta o'ylashgan, chunki Pagani privatlikni juda ham hurmat qiladi va yana bitta qalin yog'och bu yerda eshik bor. Buni yopib qo'yadigan bo'lsak, umuman shovqin bu yoqdagi spalniyaga o'tmaydi. Qalin eshikni yopib, biz shovqindan xalos bo'ldik. Temniy koridor bo'ylab yurib kelar ekanmiz. Biz ikkinchi yotoqxonaga duch kelamiz. Boya ham aytib o'tdim, showroom bo'lgani uchun bu yerda yotoqlar yo'q, lekin chiroyli interyerni boshqacha detallar bilan, mebellar bilan boyitib qo'yishgan va bu o'z aslida ikkinchi yotoqxona. Bu yer ham master hisoblanadi. O'zini alohida chiroyli sanuzeli, o'zini kattagina garderobi bor va to'g'risi men uchun borki o'ta ham og'ir lyuks bu aynan mebelda karbon elementlarini ishlatish.
va ko'rib turganingizdek, bu ham aynan Italiyadan keltirilgan va Pagani avtomobillarida ishlatiladigan karbon bu yerda ham ishlatilgan gap bo'lishi mumkin emas, maza qilyapman. Va ko'ryapsiz, avtomobil ehtiyot qismlari bu Pagani o'sha giperkari, sport karini transmissiyasi, gaz tormozni mana pedallari va konsollarni ko'ryapsiz. Endi esa o'rtoqlar, navbat 3-yotoqxonamizga. Bu yotoqxonamizdan siz aynan balkonga chiqishingiz mumkin va tongda yoki tunda Dubai Business Bay'dan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bu yoqda ko'rib turganingizdek, yostiq, hamma narsalari bilan bu yoqda chiroyli qilib yotoqxonani ko'rsatib qo'yishgan. Va do'stlar, yana bitta muhim narsani aytib o'tish kerak. Bu yerda topshiriladigan uylar, beriladigan uylar, eng qizig'i, bino 100% ga bitgan, loyiha 100% ga bitgan va 83 dona bor yo'g'i xonadon deb aytdim va hammasi ko'rib turganingizdek mana shu mebel va texnikalari bilan birgalikda sotiladi. Menga Dubai shu yoqqan tomoni, bu yerda siz korobka holatida sotib olmaysiz. Har bitta uyni siz remonti bilan, mebel texnikalari bilan xarid qilasiz. Bor yo'g'i kiyimlaringizni o'zingizni kelib uydagi bozorliklaringiz bilan kelsangiz bo'ldi. Mana shuni haqiqatdan ham qulaylik desa bo'ladi. Va hattoki oynalar ham Pagani Art tomonidan maxsus shu uy uchun ishlangan. Endi mebellarga to'xtalib o'tirmayman, chunki hamma yerda bu yerda sifatli charm va o'sha boyagi karbonni ko'rishingiz mumkin. O'zini chiroyligina garderobi va kattagina sanuzeli bor va mana shu butun uydagi eng yoqqan sanuzel menga aynan shunisi bo'ldi. Chunki bu yerda siz vannani va dushovoy kabinkani ko'rishingiz mumkin. Agar vaqtingiz bemalol bo'ladigan bo'lsa, jaz musiqasini qo'yib, ko'piklarni to'ldirib, maroq bilan vaqt o'tkazsangiz bo'ladi yoki tezroq ko'chaga chiqib ketishingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, dushovoy kabinka ham bor va kattagina rakyun 2 kishi uchun mo'ljallangan. Xullas, haqiqatdan ham lyuks. Aroma marketingga ham boshqacha e'tibor berib qo'yishibdi. Maza qilyapman. Endi esa videoning yakuniga ham yetib keldik. Keling endi biroz xulosa qilamiz va so'ngida narxlarni ham aytib o'tadigan bo'lsam. Loyiha joylashuv tomonlama juda ham qulay lokatsiyada. Birinchidan oldimda kanal. Kechki payt mana shu kanal bo'yida maza qilib sayr qilishingiz mumkin. Undan tashqari ortimda 10 daqiqa piyoda yuradigan bo'lsam Burj Khalifa, Dubai Business Bay. Va bu uy haqiqiy community, chunki bu binoni o'zini aholisi uchun basseyni, o'zini sport zali, o'zini terassasi bor va bor yo'g'i 83 dona xonadon. Va narxiga keladigan bo'lsak, ushbu super eksklyuziv xonadonimiz bugungi kunda 4 million dollarga sotuvga chiqmoqda. O'ylab ko'ring. Toshkentda, Yunusobod, Lunasharskiy o'sha yerdanmi yoki bu yoqdan umuman kam bo'lmaydigan, balki kelajakda sizga yaxshigina daromad ham bo'lishi mumkin bo'lgan shu investitsiya yaxshiroqmi? Albatta fikringizni izohda yozib qoldiring. Agar sizga ushbu uy yoqqan bo'lsa, siz uni kelib ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki sizda xarid qilish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, biz videomiz izohida hamkorlarimizning telefon raqamlarini qoldirib ketdik. Ular bilan bemalol bog'lanib, kelib ko'rib xarid qilsanglar, biz faqat sizlar uchun xursand bo'lamiz. Albatta videoga like bosing, obuna bo'ling va yana qanaqa uylarni sizga ko'rsatishimizni xohlaysiz? Ularni ham izohda yozib qoldiring.